bitta videoga like bosib qo'yasizlar. Mana shunaqa ruchkalar tushib ketaveradi. Bu sborkamiz Student 2 deb nomlaganmiz. Narxini ham, xarakteristikasini ham hozir video davomida aytib o'taman. Bitta videoga like bosib qo'yasizlar. Mana shunaqa ruchkalar tushib ketaveradi. Xo'p, bu sborkamiz bilan qaranglar. Slaydlarni bemalol qilasizlar, lekin hozirgi paytda talabalar umuman slaydlar qilmayapti. Shundan sun'iy intellektga, ChatGPT baraka topib, sun'iy intellektga tashlashadi va o'ziga mazza qilib o'yinlarni o'ynab o'tirishadi. Ani sun'iy intellekt qilguncha mazza qilib o'yin o'ynasanglar ham bo'ladi. Aynan shu narsaga moslashtirilgan sborka bu. Bu sborkamizga qilingan ishlar iBase 10-avlod protsessor, ya'ni 10400F protsessor, 16 GB operativ xotirasi va 512 GB M2 NVMe SSD qo'yganmiz va 1660 super video kartasi bor. Bu sborkamizga moslab 24, 25 va 27 hamda 32 diagonalli monitorlarni xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Narxlar bilan описаниеda qoldiramiz o'rtoqlar va albatta klaviatura mishkani ham do'konimizga kelib o'zingizga yoqqanini xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Ana endi eng shirin joyi sborkamizning narxida. $484 mana shu sborkani xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Batafsil ma'lumot описаниеda bo'ladi. Bemalol kirib ko'rib olsanglar bo'ladi. Videomizga like bosib, izohlarda o'zingizlarning fikringizni yozib qoldirasizlar va albatta student o'rtog'ingizga ham yuborib qo'yinglar. Sizlar bilan Xtech Computers, xayr, salomat bo'ling.